Endi shuncha gapimdan keyin menimcha sizlar to'liq tushundinglar, чтобы har bitta narsa to'g'ri konsultatsiya berish bo'yicha qaratilgan bo'lish kerak aslida, chunki biz sotuvchi emasmiz. Masalan, men agar magazinda sotuvchi bo'lganimda, lish bir nima qilib bo'lsa ham pulinglarni olishga harakat qilgan bo'lardim. Lekin biz mutaxassis bo'lganim uchun, yuzinglarni davolab beradigan, menga ishonib kelayotganingiz uchun o'zi meni oldimga 99% odam aldanib, boshi devorga tegib, chap keladi-da har doim. Уже men xohlamayman, уже datovo charchagan odamlarni yana nimadir qilib aldanishni xohlamayman. O'shaning uchun men sizlarga har doim konkretni bo'ladigan narsalarni aytishga harakat qilaman. Bir xil vaqtlarda bir xillarga yoqmaydi, ensasi qotadi, недовольный rojada bo'lishadi. Bunaqa holatlarni ham ko'raman. Chunki ko'plar yolg'onga uchib qolganda, mana bugun tuzaladi, ertaga tuzaladi, 100% sizga garantiya degan gaplarga aldanishni xohlaydi odamlarning o'zi. Men sizlar uchun 3 ta shogirdimni konsultantlarni tayyor qilib qo'yganman. Yuzinglarning problemalarini to'liq sizlarga analiz qilib berish